Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga o'sha birinchi videoda va'da qilgan asosiy 3 ta punktning birinchisi lokatsiya haqida ma'lumot berib o'taman. Bugun men ro'yxat qilganman. O'sha ro'yxat bo'yicha birin-ketin sizlarga tushuntirib berib ketaman. Ro'yxatdagi eng oxirgi punktlar sizga eng kerakli bo'ladigan punktlar bo'ladi. Shuning uchun bu videoni o'tkazib yubormanglar, oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Agarda siz shu muzqaymoq biznesida muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz. Xo'p, ro'yxatdagi birinchisi bu bozor hududlari bo'ladi. Bilamizki, azaldan bozor hududlarida juda ham odam ko'p bo'lgan, gavjum joy bo'lgan, serqatnov joy bo'lgan. O'shaning uchun ham bozor hududlarida ochishlaringizni maslahat beraman. Bozorda ham ichkari tomonlardan ochilmaydi bu. Asosan old hududlaridan, shu borish va bozorning kirish qismi oldidan o'sha bozordagi o'sha kafe, restoran, o'shanga o'xshash joylarning yon atrofidan, bozorda qaysi joyida, masalan, bozorda chorrahalar bor, bozorda chorrahalarning oldidan ochishlaringizni maslahat beraman, chunki o'sha joyda odamlarning qatnovi juda zo'r bo'lishadi. Zo'r serqatnov joyda bu biznes har doim yashaydi. Foydasi ham ko'p bo'ladi, savdoyingiz ham zo'r bo'ladi. O'sha sezonda siz maksimum daromaddan o'sha chiqib olgan bo'ladi. Xo'p, ro'yxatimizning ikkinchisi bu. Oliygohlar, institutlar, o'quv markazlari, maktab oldilari hisoblanadi. Chunki bunaqa joylardan, shunaqa lokatsiyalardan o'sha biznesingizni ochsangiz, muvaffaqiyatga erishishingiz osonroq bo'ladi. Nimaga deganda, bunaqa joylarda asosan yoshlar o'qishadi. Bilamizki, yoshlarning asosan ko'pchiligi shirinlikka bo'lgan moyilliklari, o'sha muzqaymoqqa bo'lgan ehtiyojlari juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun ham maslahat beramanki, bunaqa joylarni asosan o'shanaqa lokatsiyalardan ochishlaringizni maslahat beraman. Punktimizning 3-inchisi bu bog' va park hududlari hisoblanadi. Bilamizki, parkka har doim bizlar o'sha bolalarimizni olib boramiz aylantirgani, yo o'zimiz bir dunyoviy ishlarni unutish uchun yoki oilaviy bir aylanish uchun bog' hududlariga masalan bir toza ob-havo bilan nafas olish uchun va har doim bunaqa joylarga chiqqandan keyin odamlar bir muzqaymoq yoki shunga o'xshash shirinliklar iste'mol qilgisi kelib qoladi. O'sha iste'mol qilgisi kelganligi uchun ham siz o'shanaqa joylardan sharoit yaratib bersangiz, bu biznesingiz albatta Xudo xohlasa muvaffaqiyatga erishadigan ehtimoli juda katta bo'ladi. Ro'yxatimizning 4-inchisi bu nomi chiqqan, odami juda ham ko'p restoranlar oldidan ochishingizni maslahat beraman. Chunki o'sha restoranga keladigan xaridorlar обязательно siz chiqishda sizdan muzqaymoq olib chiqib ketishadi va sizning brendingiz tez tanilishga juda ham ko'p hissasini yordamini qo'shgan bo'lishadi. O'shaning uchun ham masalan o'shanaqa o'zingizning territoriyangizda, o'sha shahringizda bo'ladi, viloyatingizda o'sha nomi zo'r bo'lib chiqqan restoranlar bo'lsa, o'shalarni oldidan ochishingizni maslahat bergan bo'lardim. O'shanaqa joydan bu biznes juda ham zo'r yashaydi. Foydangiz ham, brendingiz ham karrasiga taniqli bo'lib, ko'payib ketaveradi. Ro'yxatimizning 5-inchisi bu targoviy sentrlar hisoblanadi. O'sha Toshkent kabi Mega Planet, o'sha Samarqand Darvoza yoki Toshkent City Mall, o'shanaqa joylardan o'sha o'zining food courtlari bor. O'sha food courtlarni ichidan ochishlaringizni maslahat beraman. O'sha food courtni ichidan ochishda ham o'sha joyda, o'sha restoran bo'ladimi, kafe bo'ladimi, o'sha tochkani qaysi birini savdosi zo'r bo'lsa, odami ko'p bo'lsa, o'shani yonidan ochishlaringizni maslahat beraman. Ro'yxatimizning 6-inchisi bu o'sha shahar markazlari, tuman markazlari, rayon markazlari va qishloq markazlari hisoblanadi. Bilamizki, bunaqa joylarda asosan o'sha territoriyaning aholisi o'zining ehtiyojlarini qondiradi. O'sha magazin bo'lishi mumkin va hokazo avtovokzal bo'lishi mumkin o'sha territoriyalarda va o'shanaqa joylarning eng asosiy odamlar gavjum serqatnov joylaridan o'sha muzqaymoq tochkangizni ochsangiz, muzqaymoq biznesingizni ochsangiz, nasib bo'lsa inshaalloh muvaffaqiyatga erishishingiz va rivojlanishingiz, karra pulingizni ko'paytirishingiz yoki-da brendingizni mashhur qilishingiz osonroq bo'ladi. Va nihoyat mana 7-punktga ham yetib keldik. 7-punktda o'sha odamlar serqatnovi 5000 kishidan kam bo'lmagan hududlar hisoblanadi. Masalan, o'sha aeroport hududlari, avtovokzal hududlari, masalan, vokzal hududlari yoki-da o'sha metroga kirish hududlari hisoblanadi. O'shanaqa joylardan siz o'sha chiroyli qilib, zo'r qilib muzqaymoqxona qilib, ta'minni ham zo'r qilib ochsangiz, inshaalloh o'sha biznesga tikkangiz sizga karrasiga ko'payib
qaytadi. Inshaalloh nasib bo'lsa siz bizlarning videolarimizni oxirigacha kuzatib va keyingi videolarimizni ham kuzatib borsangiz, shu biznesingizni muvaffaqiyatga erishishga bizlar nasib bo'lsa hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Videomizni oxirigacha kuzatganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, обязательно like qo'ying. Sog' bo'ling, ko'rishguncha.